Bizning tanamizdagi har bir hujayralarda genomning to'liq nusxasi mavjud. 20 mingdan ortiq gen va 3 milliard nukleotidlardan iborat DNK. DNK ikkita zanjirdan iborat bo'lib, ular ikkita spiral duplohelix shaklida o'rnashilgan va oddiy juftlashish qoidasi bilan bir-biriga bog'langan. Adenin, timin bilan guanin esa sitozin bilan juftlashadi. Genlar bizni shaxs va turning bir vakili sifatida shakllantiradi. Shuningdek, ular salomatlikka chuqur ta'sir ko'rsatadi. DNKni sekvenerlash texnologiyasining jadal rivojlanishi tufayli olimlar kasallik xavfini oshiruvchi minglab genlarni aniqladi. Genlar qanday ishlashini tushunish uchun olimlarga ularga aniq boshqarish usullari kerak edi. Tirik hujayralarda genlarni o'zgartirish ancha qiyin bo'lgan. Ammo so'nggi yillarda inqilobiy yangi usul CRISPR-Cas9 ishlab chiqildi. Bu usul istalgan turning, shu jumladan insonning DNKsi juda aniq tahrirlash imkonini beradi. CRISPR usuli bakteriyalarning virusdan himoyalanish uchun foydalanadigan tabiiy mexanizmga asoslangan. Bakteriya virusi DNKsini aniqlashda ikki turdagi qisqa RNK hosil qiladi. Ularni bir virus genomidagi ma'lum bir ketma-ketlikka to'liq mos keladi va Cas9 deb ataluvchi oqsil nukleaza bilan kompleks tuzatadi. Bu kompleks yo'l ko'rsatuvchi RNK yordamida virus DNKsining nishonini topib, Cas9 fermenti uni ikki joyga kesib, virusni zararsizlantiradi. Olimlar bu tizimni o'rganib, nafaqat virus DNKsini, balki istalgan genomdagi istalgan joyni aniq kesish mumkinligini aniqladi. Buning uchun yo'l ko'rsatuvchi RNKni kerakli nishonga moslashtirish yetarli. Bu jarayon probirkada ham, tirik hujayra yadrosida ham amalga oshiriladi. Yadro ichidagi CRISPR-Cas9 kompleksi avval qisqa PAM ketma-ketligini topadi, so'ng DNKni ochadi va uning yo'l ko'rsatuvchi RNKsi bilan solishtiradi. To'liq mos kelganda Cas9 ikkita kichik molekulyar qaychi yordamida DNKni kesadi. Hujayra bu kesilgan joyni tuzatishga harakat qiladi, lekin tuzatish jarayoni ko'pincha xatolik kechadi va natijada genni ishlamay qoluvchi mutatsiyalar paydo bo'ladi. Bu orqali olimlar genlarning funksiyasini aniqlay oladi. Agar aniqroq tahrirlash kerak bo'lsa, masalan, kasallik keltirib chiqaruvchi mutatsiya sog'lom gen bilan almashtirish, kesilgan joyga kerakli ketma-ketlikni qo'shimcha DNK shabloni qo'shiladi. Hujayra bu shablon yordamida gomolog rekombinatsiya orqali o'z DNKsini to'g'ri tuzadi. Shu tariqa mutatsiyalangan gen sog'lom nusxaga almashtiriladi. CRISPR usuli quyidagi muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Madaniyatdagi hujayralar, shu jumladan qirrali ildiz hujayralarida, urug'langan tuxum hujayralarida, bu esa maqsadli gen o'zgarishlari bilan transgen hayvonlarni yaratish imkonini beradi. Olimlarning gen tahrirlash usullaridan farqli o'laroq, CRISPR bir vaqtning o'zida o'nlab, hatto yuzlab genlarga ta'sir qila oladi. Bu bir nechta genlar birgalikda ishlaydigan murakkab kasalliklarni, masalan, yurak kasalliklari, saraton, diabetlarni o'rganishda katta yutuqdir. Hozirda CRISPR texnologiyasi juda tez rivojlanmoqda va yaqin kelajakda quyidagi sohalarda keng qo'llanishi kutilmoqda. Bular fundamental tadqiqotlar, yangi dori-darmonlar ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, kasallikka chidamli va hosildor o'simliklar, hayvonlar, irsiy kasalliklar gen terapiyasi yo'li bilan davolash.